İsa Mesih'nin dünyaya kelişi mundaq bolğan. Meryem bilen Yusuf'ның keyi işküzülgen idi. Biroq ular nikohlanib birlashishdan ilgari Meryem'ning muqaddas ruhdan homildor bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Meryem'ning loyiqi Yusuf durust odam bo'lg'ashqa, Meryem'ni xaloyiq oldida nomusga qoldirmaslik uchun uningdan jimjitla ayrilib ketmoqchi bo'ldi. Biroq u bu ishni o'ylab yurganida Parvardigorning bir farishtasi uning tushida ko'rinib, "Ey Davud podshoning avlodi Yusuf, Meryemni amringa ilishdan qo'rqma, chunki tug'ilgan bola muqaddas ruhdan kelgan. U bir o'g'il tug'di. Uningga Ayso, Parvardigor qutqizdi" deb ism qo'ygan. Chunki u o'z xalqini gunohlaridan qutqizdi dedi. Mana bular Parvardigorning payg'ambar orqali pok qiz homildor bo'lib bir o'g'il tug'di. Uning ismi Immanuel, Xudo biz bilan billa deb qo'yildi degan so'zning amalga oshirilishidir. Yusuf o'yg'inib, farishtaning deganini qilib, Meryemni amriga oldi. Lekin Meryem bo'shang'icha uning bilan bir yostiqqa bosh qo'ymadi. Bola tug'ilganda Yusuf uningga Ayso deb ism qo'ydi. Hazreti Ayso Herod podshoh zamonida Yahudiya o'lkasining Betlehem yesida dunyoga keldi. Keyin sharqdan ba'zi munajjimlar Yerusalimga kelib, ishlarga Yahudiylarning yangidan tug'ilgan podshohi qayerda? Biz uning tug'ilganligidan bishorat beradigan yulduzning sharqdan ko'tarilganligini ko'rdik. Shunga uningga sajda qilg'ili keldik, deydi. Buni anglagan Herod podshoh Alaqzadlik tushdi. Jumladan butkul Yerusalim xalqimi shundoq bo'ldi. Herod podshoh butkul oliy ruhoniylar va Tavrat ustozlarini chaqirib ulardan payg'ambarlar qutqizuvchi Masih qayerda tug'ildi degan edi deb so'radi. Yahudiya o'lkasining Betlehem yesida. Chunki bu to'g'riliq Mika payg'ambar bunda xotirlagan. Ey Yahudiya zeminidagi Betlehem, Yahudiya rahbarlarining nazarida o'rning muhim. Chunki sendin chiqqusi xalqim Isroillarning yetakchisi deyishdi ular. Buning bilan Herod podshoh munajjimlarni maxfiy chaqirtib, yulduzning qachon paydo bo'lganligini uqib oldi. Ondan berib bolini ko'ngil qo'yib izdanglar. Topqan hamon menga xabar qilinglar. Menmi uning oldiga berib sajda qilib kelay deb ularni Betlehemga yo'lga soldi. Munojimlar Herod podshohning so'ziga binoan yo'lga chiqdi. Sharqdan ko'tarilgan yilqi yulduz ularga yo'l boshlab mangdi. Ular bola tug'ilgan yerga kelib to'xtadi. Ular yilqi yulduzni ko'rgandan intayin xushal bo'lishdi. Ham uyga kirib bolani onasi Meryem bilan birga ko'rganida yerga bosh qo'yib bolg'iz sajda qilishdi. Ondan sanduqlarni ichib oltin, mastak, murmakki qatorliq sovg'atlarni elib sunishdi. Ular qaytmoqchi bo'lganda, Xudo ularning tushida Herod podshohining yeniga bormaslikka beshorat berganlikdan ular boshqa yo'l bilan o'z yurtiga qaytishdi.
Münəccimlə ketgandan keyin Xudoning bir farishtasi Yusufning tushida ko'rinib, o'rningdan tur, ona bola ikkisini elib Misrga qoch. Men sana xabar bergucha u yerda tur. Chunki Herod podsho bolani izlab tepib o'ldirmoqchi, dedi. Bunun bilan Yusuf o'rnidan turib, ona bola ikkisini elib, shu kechila Misrga qarab yo'lga chiqdi. Ular Herod podsho o'lguncha shu yerda turdi. Bunun bilan Parvardigorning payg'ambar orqali oldin aytgan o'g'limni Misrdan men chaqirdim degan so'zi amalga oshirildi. Herod podshoh munajjimlarga aldanganligini sezib, qattiq g'azablandi. U munajjimlarning aytganlariga asosan bu vaqtning yeshini hisoblab chiqib, Beytlehem yesisi ve yakın etraftaki 2 yaş ve onun töven yaştaki oğul ballarının hemmisini öldürüş doğrusunda buyruk düşürdü. Bunun bilen Xudoning Yeremiya peygamber arqılıq etkan mono sözleri emelge aşırıldı. Ramada anlandı yığızar ve peryad, kan yığlaydı perzentlerige rahile, Təsəlliga qoyil emas faqatla, chunki qolmadi farzandlari hayot. Herod podshoh o'lgandan keyin Misrda Yusufning tushida Xudoning bir farishtasi ko'rinib, o'rningdan tur, bola va onasini ilib Isroilga qayt. Chunki bolaning jinni olmoqchi bo'lganlar o'ldi, dedi. Bunun bilan Yusuf bala ve onasini ilib İsrail'e qaytdi. Biroq Yusuf Herod podshohning o'g'li Arxilasning podshohlik taxtga varislik qilib, Yahudiya o'lkasida hukmronlik yurgizayotganligidan xabar tepib, qaytishdan qo'rqdi. Keyin u Xudoning beshoratiga asosan Galiliya o'lkasiga berib, Nosira shahriga o'rlashdi. Bunun bilan payg'ambarlarning u Nosiralik deb nom oldi degini amalga oshirildi.